Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size gacırız. Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 7. ayının 13. günü. Heptige Perşembe vatandaşım. Bugünkü vaziyetini etediğim bulsak, Sıdığa cürüzü, leksiya tertibini orullaştırıp, YouTube çıkıp leksiya sözlep vatandaşlara. Hazırkı zamanın vaziyeti, kündülük haberler ve kündülük vaziyette bolup mu, müstemliki millet Uyguristan ve Uygur'a kartılgan halkara siyasetlerini silerge tapşırıp kelgili bugün hesapta 10 yıl boldu ben bu günümle sen tebrikleyme vatandaşları. Xuda şunçilik salamet bedi şu güç, şu kudret bilen Uygur halkı üçün şunçilik hizmet kılalıdık. Mana bu biz üçün şeref keltirdiğin emgek. Emgekten kelgen şeref ve emgeke teallık şereftir vatandaşlarım. Bu benim vaziyetim. Endi ikinci halkara vaziyet ne desiniz vatandaş hazır? Tuyuksuzla Prezident Vladimir Putin muşu aldığımızdaki 10. ayda Cumhur ziyarete kelediğallıkını ilan kıldı. Vaziyetinin yana bir tuyuksuzluk ne desiniz? Bu tuyuksuzluk Cumhur'un Washington'da turuşluk baş elçisi şefin tünügün 11. günüde ya 12. günüde Amerika Koşmuş Ştatları 5 burcaklık bina Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafaa Ministerliği'ne berip Asya işleri bu içe yardımcı minister Reitner çakırgan yığınga katlaşıp 90 minut muhakeme elip badı. Asya işleri bu için muhakeme. Yani Amerika Cumhuriyeti müdafaa işleri bu için muhakeme elip badı. Bu kaltıs gap vatandaş. Bu kaltıs gap. Yani NATO karta Cumhuriyeti tünügen biz sizlerge sözüldük. Cumhuriyeti doğrusu toxtalğanlığını NATO karta Cumhuriyeti yani özünün narazılığını ifadeligen boldu vatandaşlar. Biz bunun içinde fakatla NATO'nu misal gelip bakaylı. NATO bu Avrupa'daki devlet. O Avrupa'daki ittifaktaş devletler. Aşındakla koşumça Küçük Asya'da Türkiye Cumhuriyeti katnaşkan devletler ittifakı bugün gündü hesapta 31 devlet iken hazır. Yakından biri vatandaş bu NATO'ga aza bulup kirgen iki devlet bu yıl 4. ayının 4. günü Finlandiya. Endi tünügilletin 11. günü hazır bir ne şehirde Latvia'nın yeniden kabul kılınan devlet Şvetsiya. Türkiye Cumhuriyeti Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu devletlerinin NATO katnaşı karıştırıp kelgenlikin diplomatik tanışış yaki üzünü tanışış yaki kayıtı oynanış arkalık Türkiye Cumhuriyeti'nin koşuluşu bilen tünügün Şvetsiya NATO'ga aza bulup kirdi vatandaş. Onun da iken Ukrayna'nın NATO'ga aza bulup kirişi doğrusu da. Mesela Prezident Joe Biden sel vakti vadep körsetken idi. Hazır Zelenski bu katim çakırıldı hem jığın katnaştı. Prezident Joe Biden ve başka devlet rehberleri bilen görüştü. Bu bir aktif amel vatandaşım. Nayet yaxşı iş. Bırak Zelenski'nin NATO'ga aza bulup kirişi yani Ukrayna'nın. Doğrusu da devlet başlıkları kendi üzünün fikrini oturup sözleşip geldi. Lakin hazır emas değildi. Bırak aman bir gün Ukrayna NATO'ga aza bulup kirdi değildi. Bunun için de cıngı toxtaydıgan bir gap nime Avrupa taraftan deseniz. Mesela Germanya'nın veziri Olaf Scholz dedi ki
Evvel bir uruş bir taraf bolsun. Ondan Ukrayna bu devletinin devlet çegrasızlığı, teritoriya çegrası eniqlansın, eniq bolsun. Şunun için derhal biz NATO'ga a'zo qilib elib kirimiz dedi vatandaş. Bu iş doğru. Olaf Skoliz'in gibi doğru. Belki ihtimal Prezident Joe Biden mi şundak bir meseleni közde tutup şundak degen boluş gerek, hürmetlik vatandaşım. Şıkılıp Ukrayna'nın NATO'ga a'zo bulup kirişimi mümkünliklik hiç kanda gap yok. Fakat vakt meselesi boluş gerek. Yani şununla esa qazı Şimali Avrupa'daki Norvegiya, Şvetsiya, İslandiya, Finlandiya, Daniya. Muş devletlerinin hemmisi ilgirkiyin bulup NATO'ga a'zo bulup kirdi. Emniyeti muş devletlerinin hemmisi yakın bulup, yirak bulup, qo'shni bulup, Jungo'nun, keçiringlar. Rusya Federatsiyasining tahdidi ostida yashayotgan devletlerdir. Bugün NATO'nun yig'ini echilayotgan Litva, Latviya, Estoniya degan bu devletler Rusiyaga mustamlik edi vatandaş. Yengil azat bo'ldi. Mesela bunun içinde Finlandiya Rusya bilan urush qilganda ham tahdidning içiydi. Tahdidning ichidan bular chiqib hozir NATO'nun qatoriga, NATO xalqaro harbiy tashkilot qatnashdi, xotirjam bo'ldi vatandaşlar. Lekin bu Rusya Federatsiyasi elib kelgan eg'ir zarba. Bunun içinde texmi eg'ir bo'ladiganini agar Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirdigan bo'lsa, bu Rusya uchun texmi eg'ir bo'ladigan ish bo'ladi vatandaşım. Şunun şundaq ahval asıdı bugün Jungo'nun NATO'ga a'zo bo'lib keçiringlar. NATO'nun bu qatımki axbaratıda Jungo'nu ikki noktada ayıpladı. Biri Jungo'nun hozirgi navbatda bosh ko'tarishi va yakuning dunyoga keltirayotgan tahdidini aytganda Jungo NATO'ga biri bexatarligimizga tahdid soldi, ikkinchi manfaatimizga tahdid soldi. Bu to'g'ri gap vatandaş. Bu to'g'ri gap. Mesela bir qator so'zildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining marhum prezidenti John F. Kennedy demokratiya dünyada herkes parçalanmaydı. Demokratiya parçalanmaydı. Agar dünyanın bir burcukida bir xalq, bir davlat zulm sistem yoki shunday tangsizlik, barobarsizlik ichida yashayotgan bo'lsa, dunyoda o'zini erkin deb chog'lagan davlatlar erkin bo'lolmaydi. Taxminan ma'nosi shu degan edi. Agar mushu Kennedy'ning mushu so'zini bir aqliya yoki siyosat, hukumlashgan siyosat tushundigan bo'lsak, bugün mesela alaylar diye eğizgelinmeyen bolsa gerçi NATO'da az Uyguristan'da elip verilayotgan irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchiligi dalmanimi şu. Parçalanmaydigan demokratiyaga taalluq dunyoning manfaati ve dünyanın bexatarligi meselesidir. Şunun shundoq ahvolda NATO'nun dünyanın bexatarligi ve o'zining manfaati deganida bu dunyoviy bexatarlik, dunyoviy manfaatni ko'z tutganda NATO'nun bu qilg'ini %100 to'g'ri. Bu qatam deyli tunigun Hiroshimada ochilgan yig'in 5. ayda, 5. ayının 3. günü, 5. ayda açıldı. Hiroshimada açıldı 7 devlet yig'ini. Bugün 7 devlet xitobnoma e'lon qilib, yani Ukrayna'nın bexatarligini kapolat e'lon qilish to'g'risida ba'di. Buni qo'yib turaylik. Bexatarlik Hiroshimada açılgan 7 devlet yig'inining tig' uchi ham Rossiyaga, Jungo'ga qartildi. Mustabid davlatlarga qartildi. Bo'libmi bu qatim eng og'iri NATO'ning tig' uchi ham bexatarlik ve menfaat meselesi bo'yicha Jungo'ga qartildi. Bu besimni ko'tarib qo'polmagan Jungo oxiri qanday qildi? 7. ayning 11. kuni bayonot e'lon qilib, NATO'ning Jungo, yani NATO'ning menfaati ve bexatarligi ig'vogarchilik qildi deb ayblashlariga norozilik bildirdi. Jungo, NATO'nun Jungo qaratgan pozitsiyasini ayblab, NATO'nun Hind Tinch okean rayoniga kengayishga qarshi
Çünkü bunun bir öğrenipler ne dedi? NATO bizge muşunda qattiq muamele qildi. İhtimal NATO hindi Tinch okean rayına kengiyishi mümkün. Bu kengiyish meselesi emas. Sen ig'vogarchilik qilding, sen xiris qilding, sen e'lon qilgan xiris, sen e'lon qilgan ig'vogarchilik NATO'ning qarshi turishi u o'zidan manfaati. Dunyoning bexatarligini qo'g'dash jihatini aytganda NATO'ning Jungo'ga tutgan pozitsiyasi to'g'ridir va yo'lliqdir. Shunga biz NATO'ni qo'llaymiz. Vatandoshlar, endi hozir ikkinchi nuqta kuchayli. Masalan, Washingtonda turishdik. Jungo'ning bosh elchisi Sheffield taqtirgillarga yetib keldi. Buning avval bir misol olaylik. Bu yil Shangri-La yig'ini Singapurdagi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Austin Jungo'ning davlat mudofaa ministri Li Shangfu bilan ko'rishib, harbiy ishlar munosabat aloqalarimizni saqlab qolaylik, kengaytaylik desa, Li Shangfu Jungo davlat mudofaa ministri rad qildi vatandosh. Onu az degandek bu qatim 6 ayning 18-19 kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Jungoni ziyorat qilganda mushu masalani yana o'tirg'i qo'yganda Jungo hukumati bunga javob bermadi. Rais Xi Jinping ham bunga javob bermadi. Bugun endi ko'raylik. Shefing apandi bosh elchi hozir 5 burjaklik binoga kirib 90 minutlik yig'inga qatnashdi. Buning da asosligi Jungo Amerika mudofaa ishlari bo'yicha muhokama. Shuningga munosabatlik rayon xarakterlik masala va dunyoviy masalalarni o'z ichiga olgan holda 90 minutlik muhokama. Buning g'ayrlik tarafi nada? Ajablanadigan tarafimiz ne desangiz vatandosh, siz bosh elchi o. Bosh elchi sizning kasbingiz diplomat. Diplomat baş elçi bulup turgan adam devlet mudafiası kirip harbiy ishlar to'g'risida yig'inga muhokamaga qatnashdi, 5 burjaklik binoda desa, bu yerda bir ta'xirsizlik bor. Bu yerda bir orisoldilik bor. Bu yerda bir jiddiylik bor. Shefing apandi, nima ish bo'ldi? Hozir qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jonhua Xalq Jamhuriyati o'rtasida harbiy ishlar bo'yicha aloqa munosabatlarini saqlab qolishdan iborat mushu taklif, mushu fikrga Jungo harbiy taraf qo'shildi degan gap vatandosh. Tuniga yoqdi, bugun qo'shildi. Zoda nima jiddiylik bor? Shefing apandi bosh elchi Shefing apandi. Zoda nima jiddiylik bor? Tuyuqsiz bir diplomat Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaasiga kirib harbiy ishlarni muhokama qil. Nimaga jiddiylik qildinglar? Shefing apandi, bir inch xabarni misha qo'shib qo'yaymi vatandoshim? Tungan Arkanasiya Uyg'ur til programmasi bir xabar oldim. Hozir Markaziy komitet yetakchiligida Jungoning Markaziy harbiy Markaziy Saqcha ministerligi va bexatarlik ministerligi birlikda hozir Uyg'uristonda mustamlika Uyg'uristonda bostirishni yo'lga qo'ygan gap nima ish bo'ldi? Yaqindan beri hech qanday aloq-jaloq ish yo'q, nima ish bo'ldi? Masalan, xalqaroda yoki boshqa nuqtada aytganda bir jiddiylik yo'q, nima ish bo'ldi? Jungo Markaziy komiteti Uyg'uristonni yana bostirish, elib berishga nima ish bo'ldi? Sebebi nima? Biz buningda qaymoqdik. Hozir bu ishni biz Shefing apandining diplomat bosh elchi Shefing apandining Washingtonda turishlik Jungoning elchisi davlat mudofaasi kirib muhokama qatnashdi desak, vatandosh kechiring meni, shunday eski xuylarim bor, to'la eslab qolaman bunday so'zlayotganda 1946, 47, 48 yillarida Jungoda qo'zg'algan ichki urush davrida Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy quruqlik armiya generali Steven Jungoda jang jeshining harbiy qo'mondonlik huquqini qo'lga o'tkazib oldi vatandosh.
Lekin keyindan Trump'ın hükümeti bunu bekar kıldı. Tushundingizmi? Bunun ma'nosi nima? Jangjeshi hükümetinin harbiy ishlar huquqini general Steven qo'liga o'tkazib olib, nima ish qiladi deysiz? Yoki Jungo'da ishga urishni cheklaydi, yoki Jungo Kompartiyasi supurib tashlaydi degan gap. Shu vaqtda Jungo Kompartiyasining ozodlik urushi deb urush qo'zg'ayotgan haddi harakatlarini supurib tozalaydi degan gap. Demak, harbiy ishlar munosabatining yana qanday taraflari bor sizga, bizga noma'lum. Mush tarixdagi, mush inkasli, mush tarixdagi, mush hodisa sizga so'zlabmadim. Boshqa tarafini bilmagandek so'zlamayli. Ishqilib, bugun Jungo hukumati harbiy ishlarda aloqa munosabatni saqlashga yo'q degan Jungo hukumati darhol qo'shilib, hatto harbiy odimini Washingtonga avatishga ulgurmaydi dedik vatandosh. Tuyuqsizda Washington turishliq bosh elchi Sheffield 5 burcaklik binoga avatib, Reitner Asiya Tinch okean ishlari bo'yicha Davlat Mudofaa Ministrligining yordamchi ministri Alin Reitner efendi chaqirgan yig'in qatnashtirdi. Ajoyib gap. Vatandoshlar ajoyib gap. Bu ajoyib gapning ustiga yana nimani qo'shamiz? 10-oyda Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin Jungoni ziyorat qiladi degan mushundaq bir hodisani buning ustiga qo'shamiz vatandoshlar. Tuvanda prezident Vladimir Putin 10-oyda Jungoga keladi, ziyoratga keladi degan gap ustida siz bilan muhokama olib boramiz vatandosh.